Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Atomi kompaniyasini internet magazinda biologik faol qo'shimcha turmatsin va kalsiy haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Hozir shu ikkalasi ham turmatsin, kalsiy, kollagen hammasi o'z saytda bor. Juda xursandmiz. Turmatsin endi mana qaranglar. Masalan, o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Ko'p odamlar 50 dan oshsa yoki 45 yoshdan oshganda bo'g'imlar og'riydi, oyoqlar og'riydi, qo'l og'riydi, lokt, nima deydi, tirsak, yelka og'riydi, bo'g'imlar. Va hammasi bu shamollashdan, keyin yosh o'tgan keyin ayniqsa klimaksda judayam kalsiyam yuvilib ketar ekan. Shunaqa osteoporoz shunaqalar bo'lishi ehtimoli katta ekan, xudo o'zi asrasin. Shuning uchun biz yaxshi kompaniyadamiz. Bizda eko tovarlar, biologik qo'shimchalar eko. Endi turmatsin kimga nima qilamiz? Masalan, tizza ishsa, bo'g'imlar ishsa, og'riq bo'lsa, biz turmatsin tavsiya qilamiz. Turmatsin sostavida kurkuma bor, indiyska kurkuma. Masalan, bittasiga men kurkuma bor desam, voy bozordan olib ichaveramiz. Kurkuma sotadi-yu deyapti bozorda. Yo'q, kurkuma indiyska 3-4 kratni очистканы o'tgan, nima deydi, tozalangan 3-4 marta. Eng yaxshi kurkuma indiyska kurkuma bo'ladi. Kurkuma bor, keyin MMS bor, bu organiический sera deyiladi. Selen bor, yana nima bor, dengiz o'ti bor ichida. Qaranglar. Agar masalan suyaklarimizda shamollash bo'lsa, agar kollagen yetishmasa, bizni nimamizda elastichность kuchli bo'lmaydi ekan suyaklarimizda, mana nimalarimiz. Keyin bizga kollagen ham yaxshi, agar nima imkon bo'lsa kollagen ham ichsa bo'ladi oyoq og'rigan odamlar. Turmatsin haqida gapiryapmiz hozir. Turmatsin именно shu nima indiyskiy kurkuma shamollashni haydaydi ekan suyakdagilarni. Qarang, griboklarni haydaydi. Erkaklarda ham og'riydi. Testosteron tushsa erkaklarda, ularda ham bo'g'inlari og'riydi ekan, qarang. Shuning uchun agar metil sulfat metanam agar yetishmasa, o'zi odamda bo'lar ekan, keyin yosh o'tgan sayin u kamayar ekan, yo'q bo'lar ekan. Shuning uchun именно turmatsinda shu bor, organiическая sera. MSM. Bu nima qiladi? Bu to'ldiradi bo'g'imlarni. Qarang, bu to'ldirib turib tog'ay deydimi? Tog'aylarga tizimini buzilishiga, shu masalan yo'qligi nima bo'lsa, bu to'ldirib turib yaxshi qiladi. Selenam bu antioksidant hisoblanadi va suyaklarga va sochlarga juda ham yaxshi natijasi bor. U ichida selen bor. Dengiz o'tini ham mikro makro elementlari, vitaminlari oyoqqa juda ham yaxshi. Mana shu именно suyakni bo'g'imlariga juda yaxshi nimasi bor, mikro makro elementlarni ham to'ldiradi. Bo'g'im muammolari esa ko'pincha nimadan og'riymiz? Noto'g'ri ovqatlangandan, vazn katta bo'lsa, masalanda, endi o'zimiz ham nima emasmiz, ozish kerak. Vazn katta bo'lsa, keyin noto'g'ri ovqatlanishdan, shamollashdan, mana bu nima napitka ichamiz, nima deydi, gazirovanniy, shular ham. Shakar ko'p yesak, shundan ham og'riydi ekan, qarang, bo'g'imlar. Nima organiический sera ham Amerikadan keladi. Тоже nima deydi, nima sifati yuqori. Agar
masalan meni xo'jayinim Teraflex ichganlar, unda atomida ishlamas edim, oyoqlari og'riganda nima o'g'lim olib kelib berganlar. Teraflex yarmida yo ikkitami uchta nima ichganda hech qanaqa men effekt ko'rmadim deb ichmay qo'ydilar. Mana Xolida biladilar, agar shu yerda bo'lsa aytadilar. Men borib ishga aytganimda Xolida voy meni qo'shnim bor, ololmayapti shuni qimmat deb. U 400 mingga yaqin turadi. Bot. Shuni men shularga olib borib berganman. Agar uni ichida mana shu organiический sera bo'lganda, bu juda ham qimmat bo'ladi. Aptechniy narsadan oyoqqa masalan ko'p odamlar og'riydimi, plaster yopishtiramiz, mas surkaymiz, krem surkaymiz tizzalarimizga, qo'limizga. Shuni masalan agar aptechniy ichsak, yugurib borib aptekadan olamiz, obezbol yoki shu terapiya. U ximikat u baribir qanaqadir nojo'ya ta'siri bo'ladi jigarga. Turmatsindan qo'rqmasak bo'ladi. Chunki bu biologik faol qo'shimcha BAT bo'lgani uchun bu nima deydi, nakopительный usulda, masalan agar ko'p og'rigan bo'lsanglar, masalan men bitta tanishim 8 yil qulpinoy sotganda nimada qo'yloqda. Bir pachka turmatsin bilan yaxshi bo'lamanmi deydi. Yo'q. 90 kun ichish kerak. Agar uzoq muddatda masalan shunaqa shamollatib yurib, nima qilib yurgan bo'lsa, 3 pachka ichish kerak. Lekin men qo'lim 8 oy og'rigan, yelkam, men qo'lim ko'tara olmas edim. Men bir pachka turmatini ichdim, hatto men ikkinchisini уже sotib olgan edim. No, ichmadim, keyin sotib oldim ofisda. Men turmatsin и kalsiy oldim. До этого я пробиотик пропила. Manda 32 kunga yetadi nima 128 ta tabletka turmatsinda, ikkita jigarrangda ertalab choydan keyin, zavtrdan keyin ichasizlar. Oqini ujindan keyin ichasizlar. Shu demoqchiman, qo'limni 32 ichib bo'lgandan keyin kalsiy ichyotgandim. Men qo'lim shundan keyin ichib bo'lgan keyin где-то 3-4 kun o'tgan keyin men qo'lim bexos ko'targanimda bildim, что menda уже remissiyaga tushib, anaqa qo'lim yaxshi bo'lib, anaqa bo'ldimda, короче, og'riq yo'q. Suyunib yugurdim ofisga, ikkita qo'lim ko'tarib, Xolida qara deb. Menga bir pachka yetdi. Вот ko'p og'riganlarga желательно 3 oy ichish kerak. Bizni turmatsin masalan nimaga tavsiya qilamiz biz og'riganlarga? Artrit bo'lsa, anaqa bo'lsa, artroz bo'lsa, ular ham 3 oy ichish kerak. Ular 3 oy ichish kerak. Nimaga? Chunki bu уже anaqa kasallik. Chunki kasallik bo'lgan uchun 90 kun ichadi. Buni jigarga hech qanaqa ta'siri yo'q. Biz nimaga buni tavsiya qilamiz? Turmatsinda qo'rqmang, GMP sertifikati bor. GMP sertifikati hamma ko'p kompaniyada yo'q, ololmaydi ham uni. GMP sertifikat qanaqa biz to'q bo'lishimiz kerak? Masalan, qo'ynimiz to'q bo'lib ichishimiz mumkin yo tavsiya qilishimiz mumkin, chunki GMP sertifikat qayerda o'syapti u narsa. Kurkuma qayerdan olingan, masalan, metil sulfatin metal qayerdan olingan, Amerikadan. Qanaqa tekshiradi uni? Qadoqgacha tekshiradi. Shuning uchun biz buni nima deydi, hech qanaqa ziyoni yo'qligini bilib turib, hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q, ximikati yo'q, 100% tabiiy bo'lgani uchun bemalol biz hammaga tavsiya qilishimiz mumkin. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. 640 ming bo'ldi O'zbekistonda turmatsin. Qozog'istonda ham 500 mingdan oshiq. Uni biz уже gaplashdik. Bizda anaqa nima ekan, tamoshnya nimasi, poshlinasi qimmat ekan. Mayli. Lekin bu qimmat emas. Men qo'lim og'riganda men 920 mingmi yoki o'sha 1 millionga bormadim, 900 чем-то to'ladim. Men ukollar oldim. Bilasizlar, nevropatologda dorilari ham, ukollari ham qimmat. Majda o'zidan 4 ta oldim. Bo'lmi bir narsa majda surkaysiz 4 ta oling deb yozib berdi. Shuni agar shularni ichib ukol olganimda men tavba qildim, hozir aytyapman, hech ham og'rig'im qolmadi.
man shunda gulruh manda telegramda manda qo'lim qolmadi, licheniyam tugadi, уже 10 kun o'tdi deganimda yana keling man kuchlirog'ini yozaman deganda man yo'q deb shu atomidan turmatsin bilan probiotik turmatsin va kalsiy olib ichdim va yaxshi bo'ldim. Xudoga shukur, mana уже 2 yildan oshdi. Xudoga shukur. Вот singlim yurolmay qoldi masalan. Bu natijalarni aytyapman. Даже manaqa so'radi mendan, hassa bormi, hassa man bosolmayapman, ishib ketgan tizzam deb. Man ofisimga keluvdim, man qizim uyiga taksida olib borib o'tirsam, qarang, hamma narsa Allohdan atajimol kelyapti qizim nomiga. Ichida probiotik, unda bu yoqda yo'q edi, u yoqdan olardi. Koreyadan 4 talik. Bitta probiotik berdim, turmatsin, kalsiy. Davay, mana shuni ichasan. Qancha bu? 900 qancha. Voy, yo'q, men olmayman, bu menga yordam bermaydi. Voy, imенно baniyat shifo deb ichasan, shu yordam beradi. Ishonasizmi, mani singlimga 5-6 kuni уже ana basseynda cho'mildi. Chunki endi og'riganda сразу nima qildi. Если хронически, обязательно 3 pachka ichish kerak. Qimmat demanglar. Bu judayam noyob narsa, turmatsin. Buni sportsmenlar ham ichadi. Потому что ularda oyog'i anaqa rastяжка bo'ladi, mahkam bo'lish uchun обязательно ichib nima qiladi. Mani singlim kecha davleniyasi oshganda analiz topshirsa, ikkinchi singlim suyaklaringizda shamollash bor debdi, qarang. Вот по виду manaqa o'zidan ko'rinmaydi u shamollash. Shuning uchun suyaklarda shamollash bo'lsa ham mana shu kurkuma bartaraf qiladi. MSM to'ldiradi joyini. Qaranglar, selen, antioksidant va suyaklarda вообще sostavi zo'r. Hech ham ikkilanmasdan hammaga tavsiya qilinglar. Albatta og'rigan nimalari qoladi. Kalsiyni haqida aytib bermoqchiman. Kalsiy bizda triaktivniy kalsiy 3 xil nimadan. Bu dengiz o'tini kalsiysi, sitrat kalsiy zardob kalsiy. Qaranglar, kalsiyni atomida chiqargan производительlar shunaqa degan ekan. Sizlar hech qaysi mahsulotda bunaqa kalsiy topolmaysizlar deb. Kalsiy bizda 150 ta organizmimizda nimalarga kerak ekan, qaranglar. Masalan, miyaga kerak ekan kalsiy. Свертываемость крови, qonni nima uyish deydimi, shunaqaga kerak ekan. Yo'g'on ichakka kerak ekan. Kalsiy yetishmasa, masalan, zapor ham bo'lar ekan, qaranglar. Erkaklarga kalsiy yetishmasa, farzand ko'ra olmaydi ekan, agar normada bo'lmasa. Qarang, bo'lmaydi ekan farzand. Mana. Keyin bepolzi degan kasallik bor, kalsiy yetishmagandan qarang. Men masalan uni insultmi, infarktmi bo'ldi deysizda, bitta yuzi yarimi qiyshayadi. Bu shu ham kalsiydan ekan. Paramtoz og'izda, og'iz bo'shlikda, u ham kalsiy kam bo'lsa. Вот. Kalsiy yana davleniya ko'p oshsa ham, odamda kalsiy yetishmasa ham davleniya oshar ekan, qarang. Shuning uchun kalsiy ham kerak. Men hammaga, masalan, ofisda ishlayman, men hammaga turmatsin, kalsiy olinglar deb hammaga tavsiya qilmayman. Agar kalsiy kerak bo'lsa, deyman, masalan, analiz topshirdingizmi yoki mana menga yaqinda keldi, tishim uqalanib ketyapti, oyog'im og'riyapti dedi. Mayli, turmatsin bilan kalsiy olasiz dedim. Tishi uqalanib haqiqatda ketyapti. Atak analiz topshiringlar, agar kam bo'lsa, billa nima qilsanglar, juda ham yaxshi natija olasizlar. Chunki kalsiy suyakni mustahkam qiladi. Bular davolar anaqa nima shamollashni olib, bular ham to'ldirib, vaqtga suyaklar mahkam bo'ladi. Yaxshi, Allohim hammaga hech kim og'rimasin, shifo bersin. Bizni atomini har bitta tabletka yuqori nimalardan o'tadi, tekshiruvlardan. Shuning uchun biz hech ham ikkilanmasdan hammaga tavsiya qilsak bo'ladi. Kalsiyni ichida 180 ta, u ham saytga kirgan. Bemalol olaveringlar, yotib 3 donadan ichasizlar. Agar klimaks bo'lsa hamma o'zi biladi. Klimaks vaqtida kalsiy organizmdan rosa ko'p yuvilib ketar ekan. Buni Irina Kim aytganlar, Irina Petrovna. Kalsiyni mana masalan 180 ta 2 oyga yetadimi? 1 oy dam olasizlar, yana ichasizlar.
2 oy. Yana 1 yil shu nima tugagancha kalsiyni 1 oy dam olib ichaverar ekan. Nimadagi klimaksdagilar. Bizda yana детский deymiz, jevательный, uni kattalar ham yesin. Men ko'pincha детскийlarga beraman. Jevательный kalsiy bor. Buni ham masalan bolalarimizda lodyjkasi og'riydi yoki tizzani tagi og'riyapti deb shikoyat qilsa, значит bu o'sayotgan bo'ladi, kalsiy yetishmayotgan bo'ladi. Albatta shu jevательный kalsiyimizni bersanglar bo'ladi. Ikkitadan, masalan 5 yoshgacha ikkitadan, keyin anaqa qilsa qo'shib yana bersanglar bo'laveradi. Uni nimasi oz. Bizniki kattalarniki 150 milligrammdan 450 bo'ladi. Qo'rqmanglar, u ko'p emas. 3 ta nimani достаточно suv bilan ichasizlar kunda, chunki kalsiy pakoyda borar ekan suyakka. Qo'rqmasdan ichasizlar. Nimaga? Odam insonga har kuni biz shunaqa yaralganmiz, kalsiy bilan tug'ilamiz. No, keyin уже mana hozir, kalsiydan 1% har kuni biz iste'mol qilishimiz kerak. Masalan, har kuni tvorog yemaymiz, yaxshi. Uy tuxumidan 2 ta yeyish kerak, agar kalsiy 1% olamiz desakda. Shuning uchun kalsiyni, biz kalsiyimiz juda ham strat kalsiy. Qanaqa kalsiylarda bittasi dializga borar ekan. Menga telefon qilib, onam dializga boradi, sizlarda kalsiylar qanaqa? Strat kalsiy. Mana shunaqa reaktivniy deydi, bo'ldi, men olaman dedi. Mana hozirgacha oladilar shu kalsiyni. Nimaga? Chunki 98%, 99% so'rilib ketadi kalsiyimiz. Ichida K vitamin bor kalsiyda. K vitamin bo'lmasa, kalsiy toshga aylanadi. Именно K suyak bilan tishga olib boradi. D vitamin bor. D vitamin ham kalsiyni to'g'ri suyakka olib borishga anaqa qiladi. Magniy bor. 2 ga 1 соотношение обязательно kalsiyda bo'lishi kerak. Masalan, kalsimin oldin ichar edigan, ularni men sostavini ko'rganimda D bor, magniy bor, вот K yo'q. E bor, E 1 3 4 da vitamin E. K yo'q. Видите? K vitamin обязательно kalsiyda bo'lishi kerak. Bizda hammasi bor, soотношенияsi to'g'ri va 100% tabiiy. GMP sertifikatni обязательно aytinglar hammaga, chunki hamma hozir bildi, biz oldin bilmasdik. Hozir hamma GMP sertifikati bormi deb so'rayapti. Shuning uchun GMP sertifikati bor. Turmatsinni ham, nimani ham agar tavsiya qilsanglar, masalan, katta odam yoshlarga kalsiyni tavsiya qilaveringlar billa. Nimaga? O'zi katta yoshdagilarda kalsiy yetishmaydi. Men o'zim ham kalsiy bilan birga ichganman. Shu, endi yana agar savollar bo'lsa beringlar. Yana bir narsa aytishim kerak. Agar kalsiy bilan ichmasanglar, juda yaxshi natija olasizlar. Omega bilan ichsanglar, turmatsinni. Chunki organiический seri nima bilan, nima deydi, omega bilan juda zo'r соотношение qiladi, suyaklarga boradi. Chunki omega ham shamollashga, antioksidan E vitamini bor. Shu ikkalasini ichsanglar bo'ladi. D vitamin qo'shsanglar bo'ladi. Topshirasizlar, agar kam bo'lsa D vitamin, пожалуйста, ichinglar. D vitamin ham bizda yaxshi. Mikrofonni hammaga yoqdim. Bemalol mikrofoninglarni yoqib, savollarni bersanglar bo'ladi. Ungacha hozir yoqqanim uchun Barnopa, bizada 2 xil kalsiy bor. Bittasi tabletka ko'rinishida, bittasi so'riladigan jevательный, lekin ko'pchilik uni детский deydi. No, menimcha, agar adashmasam, u kattalarga ham bo'ladi. Shu ikkita kalsiy farqi haqida gapirib bering. Ikkita kalsiy farqi, jevательный kalsiy bu topленый молокоga o'xshagan. Men nevaralarimga olib beraman, ular sразу olib yeydi.
Masalan, man uni xo'jayinimga berganimda yoqmadi ularga, yo'q deb anaqa qilmadi. Kattalar kalsiysini chaynab yedilar. Shuning uchun man ko'pincha детский kalsiy deyman. Uni kattalar ham ichsa bo'ladi, lekin соотношенияsi nima deydi, dozasi kam u yoqda. Shuning uchun bolalarga bersa bo'ladi. Men yaqinda Yaponiyadan ham oldim kalsiy. Uni mandan hali O'zbekistonga kirmagan edi, manda yo'q edi. Dializga boradigan Ayjanga срочно kerak bo'lgani uchun u oldi. Qanaqa desam, yaxshi, siz aytgandek 5 ta tabletka ichyapman dedi. Uni dozasi kam ekan, Yaponiyaniki. Kattalardikini, masalan, men 13 yosh nevaramga kattalardikini beraman kalsiyni. Da men kattalardikini beraman, o'zi подростковый bu yosh. Nimani, masalan, 1 yoshga ham beraman, tishi bor, shunga berdim. 6 oylikka ham kalsiy 4 ga bo'lib, kalsiy yozib berganda maydalab og'ziga nima qilardik. Shu жевательный kalsiyni. Men Assalomu alaykum. nevaramga berganimda ishonasizlarmi, ichib bo'lgan keyin bo'yi ham o'sibdi, chunki kelinim chizib qo'ygan ekanda, ichib bo'lgan keyin 1 oy o'tdimi, 1,5, qandaydir 1 santimetrga yetmay ozgina o'sibdi ham bo'yi. Qarang, bizni kalsiylar вообще birinchidan tabiiy va zo'r natija beradi. Savollar